Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Kecha video qo'yganda ikkita yonma-yon uy bor deb, o'shani ikkinchisini obzorini qilyapmiz. Orientir o'sha algoritmda Roysonning to'g'risi bu yomani Ilonli masjiddan to'g'ri algoritm tushib keverishdi. Okalar yo'l yuzida joylashgan uy 4 qavatli binoning 3-qavati, 2 xona ipotekaga ham to'g'ri keladi. Kvadrat metri 57 kvadrat metr, narxi $61 ming uyga ko'ramiz. Xo'p, program bo'lsa bu koridorimiz. Okalar разделный sanuzel bo'lyapti. Разделный sanuzel patologgacha kafil qilingan. Bu koridorimiz, o'ng qo'limiz kuxnya. Kuxnya balkonga olib chiqilingan. Tak, u yerda ovqat qilib, bu xonada bemalol o'tirsa bo'ladi. Bu yerda mana родительский spalni bor. Va bu mehmonxona. Mehmonxonamiz bu yerda mana balkoni bor. Uy ichidan kiradigan balkon. Tak, bu yerda eng plus tomoni nima deydi? Har qanday uyga olsanglar, bir oy kutasizlar-da. Bo'shatishga, boshqa qilishga uy topib oling deydi. Notarius bo'lsa ras kalt beriladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar, hammaga rahmat.